Bugun moychechak bilan ko'z baylog'icha o'yinini qilamiz. Bu qanaqa o'yin? Moychechak 20 metr uzoqlikdan mana shu AirPods'ni ko'zi baylangan holda ushlab olsa, mana shu AirPods uniki bo'ladi. Qanday? Xo'p, sizga taqishdan oldin avval ko'ringchi bu. Aha. Rostmi? Hammasi turmak. 3, 5, 4. Bu ko'rinar ekan. Xullas, buni ustidan ham narsa bog'laymiz. Axir buni o'zida ko'rinmaydi-ku. Yo'q, faqat siz shart berasizmi? Biz ham shart beraylik. Birinchi marta. Da, keling, ushlang. Necha? 3. Ko'ryaptimi? Ko'rmayapsizmi? Yo'q. Xotin uzr lekin. Yuring, qo'rqmang, menga ishoning. Xullas, men sizni to'g'riladim. Tek yursangiz, agar yetib borasiz. Tayyormisiz? 3, 2, 1. Yurishingiz mumkin. Qancha vaqtda qiynaladi bunisini bilmayman, lekin menga qiziq. Yash, chalg'itinglar. Bilshay, do'stay. Qanday? Men qiyin bo'ladi deb o'ylagandim. Bu kepekni kuzatib borsangiz, o'zgacha o'yinlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyin siz ham challenge bormidi? Demak, men $100 berardim odamlarga. Endi hozir moychechakdan $100 yutish imkoniyatim bor. Prosta pul qiziq emas odamlarga, yeborish qiziq. Ular bilmadim, menga pul qiziq. Davay ketdik. Menda strategiya bor. Avvalambor suvni yetarlicha ichib olib, keyin yeyish. Ana shunda yutish ehtimolim yetarlicha katta bo'ladi menimcha. O'yinda ishtirok etib, nafas siqib nimadir bo'lib qolsa, bu joyini aniq eshitib oling. Sun'iy nafas, skoriy pomosh, oshqozon yuvdirish hammasi o'zimda. Yutqizsam ham yutqizmas ekanman. Shunday. Do'konimizda ana shu narsa amal qiladi. Yutqizsangiz ham yutqizmaysiz. Tak, bormi? Bor. Xullas, deyarli yarim litr suv ichildi. Ana endi hozir boshlaymiz. Vaqt ketdi. Berilgan vaqt davomida sizga gapirib turaman, albatta men ham $100 uchun kurashaman. Menga obuna bo'lganmidingiz? Da, agar obuna bo'lganda 20 soniya qo'shib beradi. Da, akamiz qayerdan? Toshkentdan. Ismlari? Xudoyorxonbek. Da. 3 ta odam ismini jamlab olgan ekansiz sizga. Nima bo'ldi? 1 minut o'z nihoyasiga yetdi va siz yutqazdingiz va men bolani yutib oldim. Yutib oldingiz, qolasiz endi. Ko'pchilik aytgan Pirevalga keldim. Endi qayerga borishim kerakligini kommentariyaga yozib ketinglar va undan tashqari o'zi buni qanaqa odamlar yuta oladi? Albatta buni jog'i katta og'zi suvli insonlar yutadi. Da, bu videoni og'zi suvli insonlarga jo'natib qo'ying. Da, shunaqa do'stlar krugda bor. Da, bor. Da.